xalqarалық dağınıq marka obraz yaratgan eskici mahsulotları Şinjan Okean Xalqaro savdo cheklanish shirkati bosh vakolatligida rayonimizga kirgandan buyon suhbat o'tkazib va setishdan keyingi a'lo mulozimati bilan oila elektr uskunalari bozorida e'tiborli mahsulotga aylandi. Okean shirkati 5 yildan buyon maxsus setish to'kini, to'r savdosi, TV bozor qatorliq tijorat andisi bilan eskici oila elektr uskunalarining qimmatini nurlantirgan bo'lsa, sutda alayda yaxshi bo'lgan eskici mahsulotlarning esil bo'lishdak alaylik bilan talay oilalarning bo'sog'isidan atildi. Eskici oila elektr uskunalari. Assalomu alaykum, ikki qadrli ko'rmanlar. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Uyu madaniyat tarqitish shirkati, Şinjan Bug'ra madaniyat tarqitish shirkati hamkorlash musobaqalar sungan cho'ng tutki san'at programmasi, Abida Ipak yo'li sadasi programmasi. Rahmat, dan umid tursin. Mana birinchi bosqichimiz muvaffaqiyatga oxirlashgandan keyin hamda ikkinchi bosqichimiz bo'lgan silah bosqichi ilib berish oldin turibdi. Yarimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Suda suvi va meva sharbatli ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida biotexnik taraqqiyot shirkati mohiyatlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizning mehr muhabbatni o'zining mezoni qilgan mehriy mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchanlik ko'rsatgan Şinjan Ixbar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta, programmamizda qatnashgan mahirlarimiz, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, ular bo'lsa 1-chi darajaga erishgan mahirimizning Kamran buvoqlama mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamran xalqaro savdo shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. Rahmat. İkinci darajaga erishgan mahirimizning diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida Suda suvi va meva sharbatli ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida biotexnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. 3-chi darajaga erishgan mahirimizni har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchanlik ko'rsatgan Şinjan Ixbar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimizda bo'lsa Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Şinjan Mo'tivar xalqaro savdo shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. Hamda sektorimizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Şinjan Muqam ansamblining yosh naqdisi atishdan kelgan mahir Kamil Jilil bilan televiziya e'loni ishlashni o'z kasbi va qiziqishi qolgan Qashqardan kelgan mahir Ilyar Mamud. Nur sahnasidagi qaltis o'quvchilarimdan Ilyar bilan Kamil ikki savodashni bir guruh qildim. Sahna amraym bilan qilganda Ilyar inim bilan chiqdim. Bu Ilyar inim bilan biz uzun yillik aka-uka munosabatda biz yana jiq fikrlash orqali buni musobaqa deb o'ylamay bir sahnada yaxshi bo'lgan bir asarni, yaxshi bo'lgan bir naqshini yaxshi o'rinlab shu xalqimizga taqdim qilish hissiyotida bu Didar G'animat degan naqshini bizga bilindi. Bu naqshini yaxshi o'rinlab xalqimizga yaxshi bo'lgan bir ta'sir berish uchun yaxshi tayyorlik qilib deb o'ylayman. Bu ikkisiniki ovoz tusi ham shundaqla xalq naqshlarini aytish uslublari ommabop naqshga qaragan chog'da bakrak yaqin kelishini uchun bu ikki savodashni bir guruh qildim. Mening sahna amrayim Kamil e'lon qilgan kimlarni aytdi. Moduqda men hayajonlandim. Bu jarayonda Munisa ustoz ko'p rag'batlan berib, yaxshi tarbiyaldi. Men Nursangiz kirganimdan xush bo'ldim. Didar G'animat nomli naqsha musha ikki savodashga bo'lindi. Ilyar inim oxirida sana sahnada zo'r qutlug'larni tilayman. Ilyar, Kamil ishqinglarga eng zo'r qutlug'larni tilash bilan birga sahnada bizga eng cho'ng xush xabarni, eng yaxshi ifodalarni berisinglarni umid qilaman. Rahmat. Sayraşka gülzar ganimet İnsan üçün hayatta dost yar ganimet Es-salamga cemlengen kömül sügisi Kende şirin söz ızhar ganimet Es-salamga cemlengen kömül sügisi
g'animat. Tinch amonlik, sog'lomlik, zo'r baxt boylik. Yomon ko'zdan saqlashqa tumor g'animat. Kuch qudrating bor edi, do'stlarni qo'llar. Uzun yo'lda sinalgan tulpor g'animat. Kuch qudrating bor edi, do'stlarni qo'llar. Uzun yo'lda sinalgan tulpor g'animat. Tenha yaşaş yalğızlık Ademge azap. El cama eşide Hattar ganimet. Töhmet esed adavet Tuğar zimistan. Dostlar mihri yaratkan bahar g'animat. Sürgün hayat muhabbet dostluk peşine ömürlük dost vefadar nigar g'animat. Sürgün hayat muhabbet dostluk peşine kim biliydi o ketimiz qaysimiz baldur yo'qlab turgan do'stlarni didor g'animat. Kim biliydi o ketimiz qaysimiz baldur turg'in do'stlarni didor g'animat. Yo'qlab turg'in do'stlarni didor g'animat. Bayatdınqi mushu muzikantlarimiz qaysi ansamblning muzikantlari? Bu Erkin Studiyasini tabi bunga ism qo'ymadik, endi shu Erkin Abdulla do'stimizning tashkillashidan o'rinlashtirilgan. Erkin Studiyasi shunaqa. Rahmat, sizlarga rahmat. Intan go'zal muzikalarni chaqqaninglar. Rahmat. Takas qutqaringlar. Ondaq bo'lsa, endi biz yetakchi ustozlarning bahasi bilan tavsiyasini olib boqaylik. Oldi bilan Abdulla Abdurahim ustoz. Didor g'animat degan naqshni yana bir qatim sahnada shu ustozimizni
bu sig'imdiq sizlarning naqshanglar orqali. Bugungi sahnamizda sizlar bilan didorlashmog'imizmi bir taqdir. Mush yaxshi minutlarning, mush o'g'inish fursatlarining har bir qadamlarimizning, har bir nafaslarimizning qadriga yetishimiz kerak. Komiljon bizga intayin tunishliq naqshchi muqam ansamblida kasbiy o'rinda ishlayotgan. Bu Komiljon nayt avisim bor mening. Bu bir tajribalik naqshchi. Ondan ovoz sharoitimi haqiqatan yaxshi. Siz xotirjam har xil naqshlarni beravering da bu yigitga. Bugun İlyarning ifodasi alohida bo'ldi. İlyarning ovoz sharoiti aniqdan aniq Komiljondan bir oz tuvan. Ovoz sharoitida bu birisida gunoh qo'yg'iloliga ish emas. Bu tug'mi bo'ladi. Mushu naqshi degan narsa eng oldi bilan tug'ilgandagi bir yaxshi ovoz sharoitiga ega bo'lish kerak. Ovoz pardalari nayati yaxshi bo'lish kerak. Undan keyin bu bola aql baliq bo'lgandan keyin buningda o'tdak bir muhabbat bo'lish kerak naqshiga nisbatan. Undan keyin bu muhabbat bo'lgandan keyin bir shu naqshini aytishga nayat yaxshi buyruq bera oladigan nerv sistemasi bo'lish kerak, nervoz bo'lish kerak. Demak, qalli ishlash kerak naqshni qanday aytishga. Qanday qilganda bizning naqshimizni anglayotgan kishilarga eng yaxshi holatda ifodalab bera olayman deydigan buyruqni so'qadigan bir sog'lom nerv bo'lish kerak. Mana shu narsalar uning kayindan tirishchanlik, uning kayindan uzluksiz tirishchanlik bo'lganda, uning kayindan bugungidek sahnada chaqnag'ini bo'ladi. Bugun demoqchi bo'lganim, Komiljonning sharoiti İlyarning sharoitidan yaxshiroq ovoz sharoiti. Lekin İlyar bugun intayin o'zining shu nayati nozik ovozida butun hissiyotga yo'lab eng yaxshi holatda aytib turishdi. Ishqillarning bu naqshi orqali oldida tabriklaymiz. Rahmat. Oldi bilan men sizning ansamblinglar to'g'riliq va parang qilib kelyapti. Ansamblinglarning julasi bor-ku. Julasi bor akalar. Bu bolalarni baldur chiqib ketib qoldi, lekin haqiqatan bir bu bolalarni rag'batlantirish tegishli bolalar ekan. Tavsiya nuqtasiga kelganda men İlyarning ovoziga amroq. Men bu ukamga amroq, ovozim amroq. Lekin amaliyot nuqtasida bugun Komiljonning ifodasi biroz ustunroq bo'ldi. Shuning uchun men Komiljonga tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Dilshod Raydon ustoz. Didar g'animatni odatda biz burun bilgan vaqtlarda odat shu media bilan ishlaganlar va ko'parak shu dutatan bir sata o'shalarlar shu tankash, o'xshash tankashlarlar, o'xshash melodiya tankash. Biz bundan keyin shu o'rlash texnikalarimizni, saviyalarimizni o'zgartirgan bo'lsak shaklni kashfchi ashta bizni buruq klassik shaliyamayli hozirlar shu milliy muzikalarni aralashtirib Şağaca qanda qilib akkord qismi qanda elinde qanda to'xtaydi. Buni tadqiqot qilgan. Shu hozir sizlar va chilishinglarga men qiziq qoldim. Lekin shu oldilar dutavlar bir shu Dilmuratni yaxshi chaldi. Ondiki Erkinning pianoga aytib va Farruh bo'lsa bizning idoradagi yaxshi yitlib chiqayotgan dabchimiz. Ömer mana O'zbekistonda o'qiyotdi. Bu Şinjan'da ataliq nechinin birisi. İkinci, ikisinin avazı kesem, kameralar ben bile işlerdi bir idarda. Bu inimizden avazı, Bayatın Abdullah Abdurrahman efendim to'xtalib o'tdi. Komiljonning avazı biraz qilin. Qilirroq ovoz. Shuva, hal bir erle ana rasmiy shu o'zining bo'yturq chiroyiga o'xshaydi ovozi. İlyarning ovozi bu süzükke. Abi nipiz avaz, nipiz süzük, yoruk. Işkala aşı okşamagan bir xil yeni açı bir uslupta. Gerçi melodiyasını buzmagan şekilde hissiyatını qotup ettiğinlaman açtı. Bu bir ilgirleş. Hakikaten bir ilgirleş. Ben zor kaldım bundan. O müzikanın şilşileslerini etişinler bu bir bırak hemen bir gevdileşkende buna ait yaxşı bir yeniç bir nes boptu.
Sen ovozing bayatman qilin deb dedim. Shunda turg'liq yana sen inchiq puroqlarga jiqtirishibsan. Hissiyot berg'aylar jiqtirishyapsan-yu, lekin yana dasimatga yer bor. Немістен аваз шарайтың, сенің қыған, қымақшы болған ерінге аваз шарайтың тазы яр бәмады. Шыңылды мұн тырышып қылдың. Бұл мәселені әл қылшы керек. Чоқым тыныққа. Әрбір қытым, әрбір немеді тынық алған чағда қығаның инықын шығып қалды. Тынықың дөң, төәңге шүмеді, чоңқыр шүмеді. Тынықың дөң. Тынық дөң, пәс тынық не басаң, оны шыққан чағда біраз қиылып қалса. Bunu kimiga İlyarga bu talabni qo'ymaymiz. Bu chunki kasbiy san'at maktabi emas qo'yamiz-da. Hammalar. Anda olganda sen o'l darajalik bir kasbiy san'at maktabi ishlayotgan artist bo'lib ekansan, buningki naqsh hayotingda mushu jihatdan sen izlanmasan bo'lmaydi. Bo'ldi. Ammo naqshni shunday chiroyli, yaxshi hissiyotli, shunday shu tizlarni egib tushishlaring shunday yaxshi. Chiroq qiyafting, sahni qiyafting shunday yaxshi. İlyar, sizning ovozingiz yo'roq. Sal nipizgan, yo'roq, jarangliq, suzuk ovoz. Naqshni sizmi shunchalik hissiyotli yaxshi aytdingiz. Kamildan qilishmay sizning hissiyotingiz bor. Ikki yilinglar shu o'xshamadi ikki ovoz bilan shunda o'xshash puroq shivlarni ilib, mana naqshni shunday yaxshi o'rlaninglar. Mening tavsiyam İlyar. Rahmat ustoz. Adila Sodiq ustoz. Didar G'animat degan naqshini o'zinglarga nihoyat o'zlashtirib, o'z alayliginglar bo'yicha xuddi o'zinglarning naqshidek o'rindab chiqibsizlar. Men bundan shunday mamnun bo'lib ketdim. Ko'nglimdagi gapni qilsam, bu naqshchi degan kasb, bu san'atchilar ichida nihoyat did talab qiladigan bir kasb. Shuningda bir 10 ming odamning ichidan 1000 odam aran naqshchi bo'lsa, Kamil shu 1000 naqshchi ichidagi o'ni bo'lalaydi ekan. Shunga meningki ilgari Kamil aytgan o'z hol muqomini anglaganman. Anglab ikkinchi Yusufjonni ko'rgandek bo'lgan amal yo'q naqshchi tiptikilardan keljo bular. Shunga Kamilga amalim yo'q. Shunga tavsiya qilganim yanılı Kamil. Rahmat. Nurnisa Abbas ustoz, bahoringiz. Bu yerda Kamilning ovozi yaxshi ekan. İlyarning ovozi toza yaxshi emas, tug'mi bundaq yoki bo'lmasa tirish jihatdan sal vaqti borkan deb tanlamaydigan ishni qilmayman. Chunki bular nur sahnasiningki kechiligini qilyotdi bugun. To'g'ri. Rahmat. Nurnisa ustoz. Ozroq qo'yilishinglar. Odatda e'lon ishlash bilan shug'ullanib ekanmiz, ha? O'rgangan kasbim shu e'lon operatorlik, lekin yanlam qiziqadiganim yurakdan yaxshi ko'rdiganim shu naqsh. Shu naqsh aytdi, shunda qo'y. Unda qolsa bugun amaliyotda bu bir intayin klassik bo'lgan, nodir bo'lgan naqsh. Masalan, ammaylandagidek kichigimizdan tortib hozirga qadar amda intayin yoqtirib anglab kelayotgan naqsh. Bu naqshni olgandan keyin qo'lingizga besim his qildingizmi? Men burundan shu ommabop naqshlarni aytib ko'nganim, o'zim Qashqar tarafdan bo'lganki, men g'ulchi xalq naqshi G'ulji og'indagi ijodiyatlarni aytishma bir qadar ta'sir qildi. Uning ustiga muraqabatchimi bek besim bo'ldi Kamildan. To'g'ri. Ishkelan burundan qo'nish olsaqmi, lekin keyin shu musobaqaga adam e'lon qilgan vaqtda Kamildan chiqib qilib bek jiddiylashib ketdim endi. Menga besim bo'ldi, lekin men shu jarayonda ustozning yetaklishi bilan ustozimning nihoyat ko'p ajrasam dedi. Rahmat ustoz. Shu ustozning yetaklishi bilan degan endi yaxshi desak bo'ladi endi. Rahmat. Amaliyotda bugun men bunda qarsam biz bir kechilik ko'rdik dedik. Mushu mohirlarning mayli Abdulla akamning bo'lsin, mayli Dilshod akamning bo'lsin, mayli Nurnisa adamning bo'lsin, yo'q mohirlarningki bu psixik saposi bak yuqurga. Bo'lib mushu sakliga chiqoqdi, har qanday qadam jiddiylashadi, titrab ketadi, hatto mushu ovoz chiqmay qolgan ahvollar bor. Ammo bu mohirlarning mushu ifodasiga qaragan vaqtimizda mushu psixik sapohatni ro'rs tarbiyalabdi deb hayron qoldim sizlarga. Ras, rahmat ustozlar sizlarga, rahmat. Rahmat. Alaqas Kamil. Siz endi o'zingizning ustozlari ham shu o'zingiz endi kasbiy naqshchi shunda qilmish ustozlarning oldida bu naqshni o'rindashdan qo'rqdingizmi? Bayatdingizmi endi qo'rqmagandek qilganingiz bilan rost shu chin hissiyotingizni anglagan bor mening. Rostga aytsam azroq tantirdim. Lekin yana bir qo'rqib ketdim desam yolg'on gap bo'ldi. Ancha qo'rqib ketdim men. Chunki buni naqshni aytib pishqan bo'lg'achqa men o'zim ko'nganda muqam aytib milliy praktik narsani aytib qilgan ekan. Shunda bu naqshni ustozimizga bergan vaqtida qardim İlyar endi mushkulasi chiqdi. Buning endi
bu aka bu naqsha endi qanday bo'ladi biz endi qaysimiz chiqib ketamdik qanday bo'ladi shu naqshani yaxshi o'rganib biz yaxshi aytib qilsak bo'ladi deb tang hamkorlashib qildik ish qilib yaxshi o'rinliq ish qilamiz deb o'ylayman ishkanlarning hamkorligi ostida mana intayin nodir bo'lgan muzikadan birini ilib keldinglar shundaqmi xo'sh Nurnisa Abbas ustoz sizlar ipak yo'li sadosi xush ovozlar saynasi programmasida marhum Tühtkar, hürmetli sazaver ustazımız Abeydullah Turdi efendimning en isil nadir eserini o'rinlab mushu sahnada turibsizlar. Meningki oxirgi qarorim ikkinchi aylanma musobaqaga nur sahnasidan qo'lidagi mashalni yana davomli ko'tarib mangadigan o'quvchimning ismi bir xil esiltan, bir xil unutilg'usiz lazzat. Haj Baba pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha o'ldiyamaysiz. Haj Baba pashmatlari bir xil esiltan, bir xil unutilg'usiz lazzat. Haj Baba pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha o'ldiyamaysiz. Haj Baba pashmatlari Uzun yıllık sahne hayatımda sarxil obrazlarını canlandırıp çırak nur astidagi qiziq nuqtaga aylandim. Real turmushdimi? Ishonch bilan chaqnab yashash mening o'zgarmas prinsippim. Ularni o'rinday olishimda albatta mening maxfiy sirim bor. Asonat badan yuz suyuqligining tabiiy atridi va mo'l maqsadlari yumron badningizni qo'g'dab parg'inligingizni chiqarib yep-yangi ranglar hayotiy kuch ato qildi. Ishonaman, bu bizning o'rtaq sirimizga aylandi. Şinjan televiziyasi İpek Yol Sadası programmasi bilan Karvan Tour kasbiyatini hamkorlashgan bo'lib, Karvan Tour'i to'r bekat va undidarni qonunliq tarqitish huquqiga ega. Shu munosabat bilan İpek Yol Sadasining to'r va undidar tarqitishga e'lon qabul qilamiz. Hozirgi internet uchur davrida to'r va undidarni necha million qitimdan ortiq ko'rilayotgan ko'zir programmaga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Karvan Tour bilan aloqalashing. Aloqalash telefon nomeri 0991 288 88 05 13 3 9 3 1 547. Abide soda suyuning huzuri boshqacha. Abide soda suyu. İkinci aylanma musobaqaga nur sahnasidan qo'lidagi mashalni yana davomli ko'tarib mangadigan o'quvchimning ismi Kamil. Muborak bo'lsin. Ilyas. Başdan tatib hozirgacha shundoq jiddiylashyapmiz. His qilyapman. Abayton qo'lni tutib qoqdimmi, laq titrab ketdi. Hozir yana jiddiylashyapman. Hozir yaxshi. Hozir yaxshimi? Unda qolsin shu yaxshi bo'lgan kayfiyatimiz bilan chin hissiyotimizni bir so'z aytaylik. Garchi tirishgan bo'lsam-mu, o'zimning yana nurg'un ojizlik taraflarim borligini o'rgangan, yalimning nayt ko'pligini bayqadim. Mush jarayonda ustozlarmi Nurnisa ustozim bekchiq darsdan o'tdi, mana qilaman. Nurnisa ustozga, Kerem muallimga, Dilshod muallimga, Jalil tog'am barliq tomoshabinlarga, ustozlarga rahmat aytaman. Rahmat. Mening shu sahnaga elib chiqishga turtib bo'lgan ota-onamga, o'qituvchilarimga rahmat aytaman. Ota-onalarga salomat bo'lsin. Xo'sh, qiling, ustoz bilan. Xo'sh, Xalqimizning yurak torini titratgan esil naqsha Didor G'animatning yuqori saviya bilan o'rinlab berdinglar. Biz Ilyar Muhammad bilan yana didorlashishni orzu qilamiz.
Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, Nur sahnasining raqobati intayin keskin ilib beriladi. Endi sahnamizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, dadasining ta'siri ostida muzikaga ishtiyoq bog'lagan, hozir Shinjong pedagogika universitetida bilim oshirayotgan Rasul Qurbonov bilan Kumush Kumayda yaxshi natijalarga erishgan shundaqla Ipak yo'li sadosi programmasida o'zining sho'x naqshi aytish uslubi bilan yetakchi o'qituvchilarning yaxshi bahosiga erishgan Roza Saylan qizi. Nur sahnasidagi eng qaltis o'quvchilarimdan bo'lgan Rasul Savog'dash bilan Roza Saylan qizi ikki savog'dashni bir guruh qildim. Men Nur sahnasiga qadam tashrif qilganimga bek xursandman. Nurnisa Abbas ustozimga rahmat aytgim keladi. Mushman ishinib men tarafga burilib meni tanlag'iniga men bek xursandman. Shu ustozimning, ota-onalarimning, qo'm qarindoshlarimning, do'st birodarlarimning hammasining umidini aqlashga men chin dilimdan tirishaman. Roza Saylan qizininki ovozining tushini men shaxsan o'zim bek yaxshi ko'raman. Shunchalik chiroyli. Endi bu ikkisidan bir guruh qilishim sabab ikkilisi texnik jihatda yuqori saviyaga ega bo'lganligi uchun men bu ikkisini bir guruh qildim. Bu topda өнер ko'rsatuvda menga hech qanday qiyinlik tug'madi. Ustozim Nurnisa ustoz o'ta mehrimli. Menga barliq jag'dan, til jag'dan barlig'ini menga qaraylasadi. Men barliqlaringizga tek rahmat aytaman. Bu sonda men Roza Saylan qizi bilan chiqmoqchi, italyancha Vivo Perle degan naqshni aytmoqchi bo'ldik. Albatta Roza Saylan qizi yengib chiqish qilishdi. Men yengib chiqish qilishimda qanaqli bo'lsin, men Rozaga ham o'zimga omad tilayman. Roza Saylan qizi ham shunaqla Rasul Savog'dash ishqinglarga eng esil tilaklarni tilayman. Sahnada bir chang chiqadi. Vivo per lei da quando sai la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai mi è entrato dentro, c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei et non un peso. Je vis pour elle depuis toujours. Qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre. Il me dessine après l'amour. Un arc-en-ciel dans notre chambre. Et la musique est celle des jours. Quand notre cœur se fait trop lourd. Elle est la seule à pouvoir porter secours. È una musa che ci invita. Elle vivra toujours en moi. Attraverso un pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei. Je vis pour elle jour après jour. Quand ses accords moi se fondaient, c'est ma plus belle histoire d'amour. Io voglio che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città. Soffrire un po', ma almeno io vivo. Je serai perdu sans elle. Vivo per lei dentro l'hotel. Je serai perdu sans elle. Vivo per lei nel vortice. Attraverso la mia voce si espande l'amore, produce. Vivo per lei nient'altro. E quanti altri incontri
vivo per lei perché oramai io non ho un altro via d'uscita, perché la musica lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Yine müzik yaladese, helmadan yine kluduse, Gumorra fällig borte dussele, j'existe pour Vivo per elle. lei la musica, J'existe pour elle. vivo per lei la unica. Io vivo per lei. Io vivo per lei. Io vivo Per İşkanlarının nakşı aytishi hamda tuvandagi shu ustozlarimiz yoki bo'lmasa ekran oldidagi shu ko'rurman do'stlarga qanday ta'sir bergan mening ko'z oldimga shu Disney klubining kinolari bor-ku. To'g'ri. Shu kinolarning, shu karton filmlarning ko'rinishlari ko'z oldimga kelib ketdi. Bir boshdan yugurib chiqdi. Bak yaxshi aytinglar, rahmat sizlarga, rahmat. Biraylan Qozog'istondan kelgan Rasul Qurbonov, yana birisi bo'lsa bizning chiroyli kelgan qozoq qizi Roza Saydan qizi. To'g'ri. Unda bo'lsa endi biz yetakchi ustozlar zodi qanday baholan berdik, birlikda boqaylik. Abdulla Abdurim ustoz. Bak chiroyli birlashish bo'ldi ya. Bu naqshning qiyinlik nuqtasi xeyli bor. Buningda hissiyatmi oldida turdi albatta, lekin yaxshi bir ovoz sharoitiga ega bo'lmagan naqshlar asonlikcha bu naqshni qo'lga olmaydi. Roza Saydan qizi sonimizda naytı bak chiroyli ovozi bor qizga. Siliq bu menga ta'sir qilgan yeri bu qizning bosh tarafdagi, oldingi qismdagi naqshning o'ttirdan bo'lsak, oldingi qismdagi hissiyotlarni aytib joyida. Masala ko'rildi desakmi endi oz. Eng oxirgi qismda bir oz ko'rildi. Endi Rasulga kelsak, Rasulning bu naqshiga tutgan muomalasi, pozitsiyasi, uning hayotini, hissiyati ham ovoz sharoiti ham texmo bu naqshiga mos keldi deb o'yladim. Buni ovoz doirasi meni bugun bir oz qoyil qilib qo'ydi. Burunqidan oldingi qatimda men bu yigitning naqshini oldik-ku hammamiz. Biroq men qatimda bu o'zining ovoz doirasini to'liq aks ettiryotdi. Tonini, yuqorisini, ojizini, kuchini, hayajonini, hissiyatini. Tavsiya masalasiga kelsak, men Rasul Qurbonovni tavsiya qilaman. Rasul Qurbanov. Dilshod Raydon ustoz. Екі бағана айтқан осы әніңдерді естіп мен өте қуандым да. Сонда жоғары сәуебен орындадыңдар ма әнді. Шындақ яқшы етіңлар, жоққыр әрже сәуеді де. Авазыңыз бұпыма Расулдың авазы карамет жоққыр шықты ке. Әнва Роза Saylan өзіміз сонысы алдың қытып келген жағдың сәнді чаң шықырып әткен. Шыққанлар шындақ birleştirişte so yok, makine birleştirişte. Peçet. Acayip yaxşı. Nurnisa Abbas Hanım'ın bu grupsuğa benim tavsiyelerim Roza Saylan. Rahmet. Adila Sıdık ustoz. Yipek Yolu sadasi xush ovozlar saynasi programmasida xush kelibsizlar. Men gapni qisqaroq qilay. Meniki fikrimmi shu ustozlarning fikriga o'xshash, lekin men bir narsani his qilib qoldim. Haqiqatan bir qiyinlik darajasi intayin yuqori bo'lgan, yuqorisim bor, to'nim bor, shundaq agar o'zini rahat holat qo'yayotganda suvni ustida laylaganda boshlab naqshini anondan keyin butun kuchi bilan tog'ning cho'qqisiga o'rlab, eng cho'qqisi turib bir xitob qilib o'tib baqirib, yana qaytadan suvni ustida laylagan bir xotlamlashtirilgan bir naqsh ekan bu. Buningda Rasul naq mushtaq xotni 0dan boshlab eng 4-xotga chiqib, eng avjisini aytib o'tgandan keyin, yana shappida 180 da so'qayotgan yurakni 100 ga ekilib, nayt qisqa vaqtning ichida shu suvning ustida laylagan shundoq ovozni bizga rohat chiqarib beradi. Buning o'zi nayt yuqori texnik talab qildi. Shuning uchun men Nurnisa odamga
Rasulni tavsiya qilaman. Xo'sh, Nurnisa Abbas xonim. Qani, bahoringizni ayting. Mening bahorim bu nur sahnasidagi yana bir qaltis o'quvchilarimning qatoriga kirdi. Men bergan topshiriqni nihoyat yaxshi o'rinladi. Roza Saylan qizi fransuzcha aytdi. Bu o'quvchimiz o'zi millati qozoq, bizning qarindishimiz Qozog'istonda o'qiyotdi. Rasul Qozog'istonlik mushu bizning diyorimizga kelib, Xanzu til kasbida o'qiyotdi, o'zi Uyg'ur. Bu ikkisini bir yerga akilish nihoyatda biz bir yerga kelib qolgandek bir xil bo'lib qoldi. Lekin men bu ikkisini bir yerga akamsam, go'zallik, bir naqshning go'zalligi chiqmaydi. Men qanday qilishimni bilmadim. Endi azroq o'yladim. Azroq. Ishqinglar, siz fransuz tilida, siz italiya tilida. Siz fransuz tilida o'qigansiz? Men qanday endi naqshini үйреніп аламын, қай тіл болса да. Koreya tilінде Koreya tilini o'qigansiz? Yo'q, naqsh. Naqshlarni үйреніп аламын. Italiya tilini Yo'q, o'qimaysiz. o'qimayman. Buni unaqa olsa ishqinglar qanaqa qildinglar? Yezib ahangini anglab turib yezib turibmi? Uyyo. Ishqinglar ma'lum akkord teriga kelgan vaqtida bo'libmi shu akkord ham menga bakkilik deb avjisiga chiqqanlik uchun boshqacha bir xil to'xtatda chiqib ketdi. Osha, sen mushu musobaqa tugish to'qiga aylanib ketgan bo'laymi? Oxirimiz paytib ketadigan bo'ldi. Uning oqlig'i meni chanmig'idaklar, uning furaqmi shunchalik darajada joyda. Endi sizning eng oxirgi qaroringizni chiqirdigan paytmi ket qoldi. Qani, ishqinglar qo'linglarni beringlar. Nur sahnasiga biz bilan birga ma'alaydan o'quvchimning ismi Güzelliginizde kam bo'lsa bo'lmaydigan omillarning biri Golden Rose Krem buyumlar. Uni o'zingizga amroh qilsangiz, jalbkorligingizning texmi jilvalanib, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni texmi oshqonligini his qilasiz. Turkiyaning katta mahsuloti. Faqat Golden Rose bilan güzelligingizni oshirsanizlar, siz hech qanday go'zallardan kam emas. Golden Rose Krem buyumlar. Jungo Kanada hamkorligidagi Fedikar kaydirmasi xalqarалық muhit asrash suhbat o'tkazilib o'tgan sap ipak tala import ranglik paxta xomashyo qilingan haqiqiy muhit asrash bezak materiali. U puraqsiz, ovoz sumrishanligi yaxshi, yozda salqin, qishda issiq bo'lishdak aloyligi bilan Xinjiang bozoriga kirgan 8 yildan buyon xaridorlarning qizg'in olqishiga erishdi. Mal tanlaganda Fedikar markasiga aloy diqqat qiling. Bu mahsulotga har qaysi joylardan vakolatchi qabul qilamiz. Tor adresi www.oys.cn. Yanfon 133 64 800 300. Karvan marka işleri. Karvan marka işleri bölümü marka engaldırış, kasbi marka layihalash, şirket karxan qurush, buğaltırlıq məsləhçilik qatarlıq mülazimetlerini becirdi ve her qaysi yerlerden vakolatchi qabul qildi. Karvan marka işleri bölümü marka işleringizdeki en işençilik o'rin bo'lib qolgusi. Aloqalash telefon nomeri 400 600 1055. Talant sizde. Yesil tem, abide alma ve limon temlik soda. Biz bilan birga ma'alaydan o'quvchimning ismi Rasul Qurbanov. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Men rejissyorlar guruhidan Roza Saylan qiziga yana bir qaytam fursat berib, Nur sahnasiga to'liqlab berishini umid qilaman. Xo'sh, unda qolsa rejissyorlar guruhi sizga qanday javobni berdi? Kutib turaylik, ha? Rasul Qurbanov Nurnisa Abbas xonimning tanlashi bilan keyingi bosqichga o'ngishli qadam qo'ydi. Endi Roza Saylan qiziga kelgan vaqtimizda Nurnisa Abbas xonimning iltimosi bilan rejissyorlar guruhi o'ylashib ma'qulladi. Keyingi bosqichga qaytadilar. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Ustoz talabchan va bilimlik bo'lsa, o'z shogirdining ortiqchiliklarini bayqay oladi.
Nurnisa xodimning o'tkir nazari Rasul Qurbonov va Ro'zi Saylan qizining talantini bayqadi. Ham har ikki mohirni tanlab oldi. Muborak bo'lsin. Diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Suda suvi va meva sharbati ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida biotexnik taraqqiyot shirkati vakillarımizga omad tilaydi. Bu programmamizning mehr muhabbatni o'zining bezoni qilgan mehri mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Xinjiang Ixbar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta programmamizda qatnashgan makirlarimiz, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan makirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, ular bo'lsa 1-chi darajaga erishgan makirimizning Kamran guvohnoma mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamran xalqaro savdo shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 2-chi darajaga erishgan makirimizning diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida Suda suvi va meva sharbati ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida biotexnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 3-chi darajaga erishgan makirimizning har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Xinjiang Ixbar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajaga erishgan makirimizni bo'lsa Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Xinjiang Mo'tabar xalqaro savdo shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Programmamız bilan 2015-yili tantanlik bozorga selingan Ravi 4 avtomobili alohida hamkorlashgan. Endi sektimizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Murodil Muxtar bilan Gulnigar Mahmud. Yana bir guruhi bo'lgan bir o'g'il, bir qiz bor. O bo'lsa-mu Murodil savodishimiz bilan Gulnigar savodishimiz. Men bu qatimliq musobaqada Nur sahnasiga kirgandan keyin o'zim bayqamagan nurg'un xatoliklarimni bayqadim. Hamda Nurnisa Abbas ustozimning yetakchiligida nuqsonlarimni asosan tugatdim deb qarayman. Murodil bo'lsa san'at institutida o'qiyotgan bir o'quvchi. Nur sahnasiga qabul qilingandan keyin Nurnisa ustozning yetaklashi ostida o'zimga nurg'ulg'an bilimlarni topildim. Bu qatim Junun degan naqshni xalqimizga olib keldim. Gulnigar o'quvchimiz bo'lsa xalq ahonga, Uyg'ur klassik naqshlariga qarab manglagan o'quvchimizda, shuning uchun bu ikkisini ovoz tusini o'ylash jarayonida ikkisiga ayrim naqsh berdim. Gulnigar o'quvchimiz Junun nomli naqshini, Murodil savodchimiz Shahar kechasi nomli naqshini aytmoqchi. Bu ikkisi ayrim holda o'zininki talantini namoyon qiladi. Murodil bilan sahna hamroyi bo'ldim. Murodilmi yaxshi bir naqshchi, Murodilg'imi yaxshi utuqlarni tilayman. Bu ikkisining ovozi ikki xil. Musobaqa ikkinchi, do'stlik birinchi bo'lgandan keyin sahna hamroyim Gulnigarg'imi yaxshi utuqlarni tilayman. Sizlarga utuq tilayman.
kecha amra bo'lib manga yetdi G'amki kuylarini aytar kecha xabarim kelar shamam aman bo'ldi yurakka aman bo'lg'in gullar to'malarga cho'kkan kechirik shabam yolg'izlikqa cho'mgan bu joyda kishilar asmandagi yo'lsiz binolarga ko'chgan mangu uxlamaydi kechidagi shahar kechidagi shahar Göz aldımdan gitmeydi Aslı'nın yarısaklar Bağlılık geçişler Mengüm ağa emram Göz aldımdan gitmeydi Aslı'nın yarısaklar Bağlılık geçişler Mengüm ağa O'xshash bo'lmagan puraxtiki naqshlar. Ustozlar qanday baho va tavsiyalarni qildi? Alayli. Odila Sidiq ustoz. Xush kelibsizlar. Rahmat. Qarab baxsam Muradilninki shu hozirgi zamon uslubdagi naqsha aytishda saviyasi, texnikasi bakkan. Endi singlimiz Gulnigarmu nayti bir qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan Junun degan naqshini tanlabdi. Shundaqla buningki tankash muzikasi shunchalik pokiz o'rindilayotgan ekan, Gulnigar qizga biza besim bo'ldi. Chunki ovoz nayti suzuk chiqayotgandiki, uchiq ovozda ovozninki qaygan yoki turaqliqmi hamma narsa mana deb oshkorinib turdi. Ikkisini agar cho'qim birini tavsiya qilishga to'g'ri kelsa, men shahar kechisi degan naqshni o'rindigan Muradilni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Abdulla Abdurim ustoz. Muradilning naqshimi yomon bilan yaxshi chiqdi. Bu naqshni onda aytib oldi. Andin Gulnigarning Junun degan naqshini hammamiz biladigan naqsha. Biroz yuqorga qizning ovozimi yuqorga. Naqshi o'zimi yuqori bekitilgan. Bu naqshni o'rinlashmoq xeyli tas. Men Gulnigarni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Dilshod Raydon ustoz. Muradil bilan Gulnigar ishkilisi o'xshash bo'lmagan ishni olib ketdi. Muradilning o'rlash shakli bek yaxshi. Bir sandoq, bir bas, bir gitar bilanlar. Chilishinglar nayt yaxshi bek peyza. Naqsh ovozingiz yo'riq ekan. Nayt yaxshi aytdingiz. Ba'zi zaman yoshlarning o'rlash bir fungas eng oqsiq bir yerda quyuq o'qitgan bir yerda keyin choq bek chiqib ketdi. Mangu degan yer bo'ladi. Ashtayalar dedim va yaxshi. Senada bir yaxshilik urg'ib turdi-ku. Gulnigar kelsa, Gulnigar Junun degan naqshni aytib, bu Junun bu naqshni men eski so'ra bu Abayat Abdulla Abdumda hammalarning tanish naqshi. Bu iliq xalq naqshlar. Asli xalq naqshi. Buni hozir xilma-xil uslublar bilan aytdi. Ma'lum birlarim aytgan xato aytib qo'ygan. Xato aytib qo'yib, bu nurg'un yoshlarga bu xato ta'sir ko'rsatdi-da. Shuna xato o'rganib olib buni. Bu teksilishdilar. Sening jining ey
Ayarey mening jenim. Ayarey. Bunda bir şivlik bunda aha. Bunu sening jening. Mana aytgan bir aytib Nurgul yoshlar mashta qilgan oldi buni. Qapqara ko'zim qatab jo'ndan bir narsa naqshlarni xato aytib qo'yganlar bor bizning atoliq san'atkorlarimiz uchun, jumi. Shundan bu boshqa funga, boshqa uslubda aytilyapti, lekin tankash muzikal o'zgargan bilanmi, shu surat ostlangan bilanmi, lekin Sırak o'zgarmadi. Sening jining ayarey mening jenim. Bunda esi bo'ladi. Puraqdan chiqib ketma, ya ishtilibdamda, ya azildamda. Chiqib puraqdan chiqib ketmasi kerak. Xato aytib qo'ygan. Men bir qildim, birinchi qildim ovozi qaydadan tekst silish xato. Tekstni silish. Bir jan emasmi deganda bir o'sha tak oldida sevaldi. Bir bo'g'im oldida. Shuning uchun siz mushnaqni aslini anglang. Xalq naqshini davcha nasini yoki boshqa kimning o'rlangan olsun, o'sha naqshlarning o'rlangan ustozlarning aslisi qanday aytildi? Shuning bu bir naqshni o'rgangan buning aslisi zodi qanday? Mushu surish qilishimiz kerak. Yuanchang dedi hozircha, yuanchang bak muhim. Ashu qanday qo'sa to'g'ri. U keyin fanjaqqa o'zgartganlarning ichida u chatoq chiqadi. Ovozingiz bak yaxshi shunday yuqori. Sizlar qo'diq shu. Endi boshqa masala yo'q. Tavsiyangiz? Tavsiyam yana Muradil. Rahmat ustoz. Xo'sh, unda qolsa Nurnisa Abbos ustoz. Ustozlar aytgandek ikki xil uslubda, lekin zo'q elish har bir odamning o'ziga bog'liq, anglishiga bog'liq, huzurlanishiga bog'liq. Shuning uchun ikki xil uslub bo'lsa-mu, lekin ikkalsini aytdi, obdan yaxshi o'rinlab keldi. Ham ko'p tirishdi. Muradil, bu o'quvchiim menga aytdi, yoqdi. Qanday desa, o'zim chaqqan kasbdimi, bizning nur sahnasigami kim meykadi sözü yürüp işini kılıdığan bek isil bala kesbi ahlakımı yaxşı derslerimi yaxşı katmışıdı işkili okuğucum okşaş derecede ben hazır tanlayamayım Azırak oynaşı hazırak oynaşı Undaqmay tanlang undaqmay aldırmay tanlang Gülnigar siz shu dastlabki vaqtingizda bayatım shu Nurnisa Abbos ustoz aytgan shu naqshini o'rnagan to'nsina Yevropa uslubda hisobda. Ham bu naqshini shu xalq milliychi puroqqa ega bo'lgan, bunda quyuq milliychi puroqqa ega bo'lgan naqshini qo'lingizga olgandan keyin cho'chigansiz a? Anchalik cho'chib ketdim. Oshdimi? Chunki o'zim burun muqom xalq naqshlarini aytishni pek yaxshi ko'raman. Shuningga. Ana qolsa shu mashq qilish jarayonida sizga test to'xtagan bir yer bormi? Yo'q, shunaqo. Yaxshi, xo'sh. Muradil. Bak, erkin bo'lsakda. Oshda ugatdi ya muqomatni. Oshda ugatdimi? Ustoz oshda ugatdi. Nima deb ugatdi ya shu? Shunaqa o'zini qo'yib berish, erkin qo'yib berishga Nurnisa Abbos qandaq bir sirliq bir maxfiy retseptlarni qo'llanib bir narsa yig'izvatdim ya. Men deb biraymi? Yangzangni chiqarib debdi. Olgan bola deb. Men cho'qim suiqash etib biraman, shu suiqashni. Suiqash etibadimi? Etibadi. Bir raqam chaqamdingizmi? Ya aldırma çakırma. Chaqirma deyapsiz. Chunki men o'xshash bekkalqi jidon ketib qolmasin deb. Oyoqchanlik ketib qolmasin deb. Xo'sh, ustoz, endi eng oxir qaroringizni chiqarsangiz bo'lmaydigan payt kelib qoldik. Qaysinglarni ap mangay qilib qolgan o'quvchim yana davomli men bilan birga mushu nur sahnasining o'quvchisi bo'lish sifati bilan yana davomli dars oladi. Bu kasbni yaxshi ko'rgan ekan, suygan ekan cho'qim mushuning nenni yeyish kerak. Cho'qim bir kuni yeymiz buning nenni. Shundaqmi o'quvchilarim? Ikkinchi aylanma musobaqaga men bilan birga kiradigan o'quvchimning ismi
Jungo Kanada hamkorligidagi Fedikar kaydirmasi xalqarалық muhit asrash sifat o'tkazilib o'tgan sap ipak dala import ranglik paxta xomashya qilingan haqiqiy muhit asrash bezak materiali. U puraqsiz, ovoz sumrishanligi yaxshi, yozda salqin, qishda issiq bo'lishdek aloyligi bilan Xinjiang bozoriga kirgan 8 yildan buyon xaridorlarning qizg'in olqishiga erishdi. Mal tanlaganda Fedikar markasiga alay diqqat qiling. Bu mahsulotga har qaysi joylardan vakolatchi qabul qilamiz. Tor adresi www.oys.cn. Yanfon 133 64 800 300. Xalqarалық dаңlıq marka obraz yaratgan SPG mahsulotlari Xinjiang Okean xalqaro savdo cheklanish shirkati bosh vakolatligida rayonimizga kirgandan buyon suhbat o'ttirib va setishning keyingi a'lo mulozimati bilan oila elektr uskunalari bozorida e'tiborli mahsulot aylandi. Okean shirkati 5 yildan buyon maxsus setish do'koni, to'r savdosi, TV bozor qatorliq tijorat ambiyasi bilan SPG oila elektr uskunalarining qimmatini nurlantirgan bo'lsa, sutda alayga yaxshi bo'lgan SPG mahsulotlarimiz esil bo'lishdak alaylik bilan talay oilalarning bo'sog'isidan otildi. SPG oila elektr uskunalari Xinjiang televiziyasi Ipak yo'l sadasi programmasi bilan Karvan Tour kasbiyatini hamkorlashgan bo'lib, Karvan Tour'i to'r bekat va undidarni qonunliq tarqitish huquqiga ega. Shu munosabat bilan Ipak yo'l sadasining to'r va undidar tarqitishiga e'lon qabul qilamiz. Hozirgi internet ushur davrida to'r va undidarni necha million qitimdan ortiq ko'rilayotgan kozur programmaga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Karvan Tour bilan aloqa qilishing. Aloqa qilish telefon nomeri 0991 288 88 05 13 3.9 3.1 547. Musobaqaga men bilan birga kiradigan o'quvchimning ismi Miradil. Muborak bo'lsin. Qani. Gulnigar. O'zingiz burun shu naqsh aytish uslubini sinab boqqanmi? Aytib berasizlarda. Bilish va sinab boqqan shunaqo. Bugungi shu burunqi sinig'ingiz bilan shu Nurnisa Abbas ustozimiz tarbiyalab chiqqandan keyin, ko'rsatma bergandan keyinki, bugungi shu o'rinlagan naqshingiz qataq bir taraflarda o'xshamasliklar bo'ldi ekan. Undaq his qilsangiz. Men o'zimniki milliy ovozimda naqsh aytmoqli hozir 2 yilcha bo'lib qoldi. 2 yil mobaynida Yevropa ovoz tarbiyalandim. Endi bu naqshni o'rganish jarayonida o'xshamagan qiyinchiliklarga uchirdim. Bular bu shiv jihatdan qish-qishgan bek kuchli o'g'ashqa. Haqiqatan qiylandim. Jiq izlanib baxtim. Ustoz nurg'unlagan ko'rsatmalarida, masalan, talaffuz ilish jihatda, ohang jihatlarda shundaqo. Xo'sh, ana qolsa bugunmi intayin yaxshi bo'lgan bir natijaga erishdingiz desak bo'lamdi sizningcha? Erishdingiz, shundaqo. Ana qolsa hamda ustozingizga ekran oldidagi tomoshabinlarga shundaqlar, naq maydondagi tomoshabinlarga deydigan qanday bir yurak so'zingiz bor? Avval Nurnisa ustozga, Dilshod Muslim ustozga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat. Andan? Yana meni bir cho'nqigan o'qitgan hozir qadar. Ota-onamga chin qalbimdan tashakkur aytaman. Rahmat, rahmat. Balkim ota-onangizmi ekran oldida sizning bugungi ishlaringizni ko'rgandan keyin yig'lab o'ltirib xo'shallik yeshi bu. Xo'shallik yeshi ilkida shu sizning shunday natijalarni yaratganingizni, shunday bugungi kunda eng chiroyli bo'lib, sog'lom bo'lib o'sib yetilganingizni eng xushal bo'layotgan bo'lishi mumkin, shundaqo. Unda qolsa keyin biz yana sizni kutamiz. Ipak yo'l sadasi programmasining darvozi sizga mangu ochiq. Qanday qolsa ustozingiz bilan xo'shlashing. Nigar Mahmudning iqin suvdek suzuk ovozi va klassik asar Junonni taqdim qilganiga rahmat. Sizning texmi esil naqshlar bilan sahnamizga qaytib kelishingizni qarshi olamiz. Diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Soda suvi va meva sharbati ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida biotexnik taraqqiyot cheklanish shirkati vakillarımizga omad tilaydi. Bu programmamizda mehr muhabbatni o'zining mezoni qilgan mehri mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ishbar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta, programmamizda qatnashgan vakillarimiz, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan vakillarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, ular bo'lsa 1-chi darajaga erishgan vakilimizning kamron muvaffaqiyat mahsulotlari orqali
xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamran xalqaro savdo chekish shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 2 darajaga erishgan mahirimizni diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida Suda suydan bevi sharifda ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida biotexnik taraqqiyot chekish shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 3 darajaga erishgan mahirimizni har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ipar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4 darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Xinjiang Mo'tivar xalqaro savdo chekish shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Endi sahnimizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa Turpan naqshi usul o'mikining usulchisi Aynur Sirojiddin bilan Pichan naqshi usul o'mikining naqshchisi Rizvangul Davud. Nur sahnasidagi eng omaq tatliq o'quvchilarimdan Aynur bilan Rizvangulni ikki savodashda bir guruh qildim. Men o'z orzuyim bo'yicha Nur sahnasiga qabul qilindim. Bu guruhga kirgandan keyin Nurnisa ustoz bizga har qaysi jihatlardan yaqindan yordamlari bo'ldi. Kasbiy jihatdan nurg'un ta'lim tarbiyalarni berdi. Sahna amroyim Rizvangulni e'lon qilgandan keyin xush bo'ldim, chunki Rizvangulimiz burun turlamsa yaxshi o'tadi, tanishdik. Bu naqshni bilgandan keyin hamkorligimizni intayin yaxshi bo'ldi. Bu naqshni cho'qim sahnadami tomoshabinlarning ko'nglini yiqishlik, ustoz rozi bo'lgudek aytib chiqarishimizga ishonchim bor. Bu ikki o'quvchimizniki ovoz ustida ham shundaqla qattiq yumshoqlik jihatda bir-birisidan farqlanib turdi, ham yetarli taraflari, ham o'xshash taraflari bor bo'lganligi uchun ikkisini bir guruh qildim. O'zimizning tanlash bo'yicha Nurnisa ustoz bizga islarim ota-onam degan naqshni Badi hamda bu naqshini biz Aynur ishkimiz shu naqshini cho'qim eng yaxshi saviyada ustozimizga hamda ota-onamizga, barliq qarindoshlarimizga sovg'a qilamiz. Men tayindan tushib qolsam-mu, argiz men islamlayman. Shu islarim ota-onam degan naqshini ishko'ydik ota-onamga, barliq jafokash, mehribon ota-onalarga sunog'inim bilan intayin xush bo'lman. Mush ikki o'quvchimniki mush naqshini sahnada eng isil ifodasi bilan shu isil ota-onalarimizga sovg'a qilishini chin ko'nglimdan umid qilaman.
Anam aydek yağdırsa, atam gülgen sağdırsa. Anam aydek yağdırsa, atam gülgen sağdırsa. Esillerim ata-anam, yüreklerim ata-anam. Ular baxtlik bo'lsa, echilmamdi gullarim. Shundaqmi? To'g'ri dedimmi? Nima degan mazmun naqsha, nima degan chiroyli naqsha. Xo'sh, unda qolsa Nurnisa Abbos ustoz o'ziga bir qiyin savolni qo'yib qo'ymasdan, boshqa yetakchi ustozlarga intayin qiyin savoldan birini qo'yib qo'ydi. Avval Odila Sidiq ustoz, tavsiyamiz, baharimiz. Assalomu alaykum, salomlar. Va alaykum assalom. Nihoyatda güzel yazılgan bir melodiyaga, nihoyatda mukammal yazılgan bir she'r. Shundaqla buni asli o'rindig'uchisi Sanvar adam. Shundaqchilar. Bir esil naqshchi bilan bir nihoyatda nuqsonsiz bir güzel asar o'tirg'i kelibdi. Nurisa adamninki bu kechiligi do'stlikdan boshlanib, esillarim ota-onam degan naqshida to'xtabdi. Demak, bu bir kechiliklar emas, bu bir bizga yushirin holatda bir hikoya aytib berayotgandek his tuyg'uda bo'lyapman hozir. Shundaqla bu ishga umoq sog'limizningki bu naqshni shunchalik tatliq bir-birisi bilan shunchalik moslashgan holda hissiyotli o'qiyotshi shunchalik mamnun qildi to'rt ustozim deb o'ylayman. Haqiqatan bu guruhdagi sahna amrolami bir-birisidan qilishmag'idek darajada yaxshi naqshchilar ekan. Tavsiyamiz. Tanlashga to'g'ri kelsa, mening tavsiyam Aynur. Dilshod Roydin ustoz. Ma ikki qiz tang esa bir adam aytayotgandek. O yomon 90siz chiqyapti. Yolg'iz aytgandilar. Azroq tang aytgandek emas. Endi ashtaq bo'ldi-chu. Mesela ikkidan, uchdan bir esa degan, "Va, shundoq yaxshi. Biz ham birlar naqsh aytganda 3-4 bilan ba'zi yerlar yolg'iz olamiz-ku. Biramdan shu o'pchi aytganda ketib o yolg'iz oldi vaqtida shundan boshlangandek chataq chiqdi. O'pchi aytgandek ayna bo'lmaydi-ku. Ashta bir tuyg'u bo'ldi. Ikkilar bir adam aytgandek shundoq nuqsonsiz narsa. Yolg'iz aytganda azroq farqlandi ovozinglar. Yomon chiroyli puroq yaxshi uyg'unishlar tekis ilishgan aylanmalar naqshning shunday yaxshi. Rizvangulning ovozi Aynurnikida yo'g'roq ekan. Chiroyliroq. Aynur naqshni hissiyatliroq ekan. Mushkis bir-birisidan qilishmaydiganda Almasa Abbos xonim men shu Rizvangulni tavsiya qilaman. Rizvangul. Rahmat. Abdulla Abdurahim ustoz. Aynurninki ovoz tushsa ma Sanvarnikini yaqinki. Bu Aynur aytganda Sanvar ovoziga o'xshab kelyotdi. Shundoq. Andin bor Rizvangul ammo puroq shivilarni aynan elishga tirishyapti. Biroz erkinroq. Bu ijodchisi baribir ililiq qizdi. Shuningga bu naqshida meningcha elining yana shu puroq shivilar bor. Dilshod akam degandek ishlarmi bordu, lekin shundoq. Shunga men ma Rizvangulning ammo naqshida ekrak erkin aytayotganligini, biroq shivilarning to'g'ri elayotganligini ko'zda tutib sizga
men shu Rizvongulni tavsiya qildim. Rahmat. Nurnisa Abbas xonim. Esinlarim ota-onam nomliq Muxtar Bug'ra so'ziga ishlangan Sanavar Tursun hadimiz melodiyasini ishlagan mushu naqshni tomoshabinlarga so'q qilganlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Sizlar bu naqshni bu topshiriqni nihoyat yaxshi o'rinlab keldinglar. Bugun ifodanglar shunday yaxshi. Jiddiylik bor, nafas ko'tarilib ketib qolgandan keyin shu ovoz muqim tumayotdi. Buni ash dars vaqtidami degan. Hatto sahnalarga shunday sahnalarni hozirlab bolalarni mushta bo'lib qolmasin deb naqshni aytqizib shunday qildik. Amaliyotda ba'zi ishlar shu taqdirga munosabatlikkancha odiylar oldingi aylan musobaqada shunday degandi. Taqdir peshoniga bog'liq bo'lib qoladi ekan ba'zi ishlar. Ammo yana muhimi tirishchanlikchi ishkilinglar o'xshash tirishibsizlar. Ishkilinglarda o'xshash masala bor. Shunga sizlarni shunchalik yaxshi ko'raman. Isillarim ota-onam nomli naqshini o'sha tomoshabinlarimizga sunug'inglarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat ustoz. Qo'shimda qolsa azroq qo'yilishi bor. Eng oxirgi qaroringiz chiqib bo'lg'ich bo'lganlikda. Aynur, sizning kasbingiz naqshchilik emas, usulchi. Unda qolsa siz shu usulchilik qilib turib ancha-muncha o'yinlarni qo'yib turamsiz, naqsha aytib turib. idoralarda ba'zi vaqtlarda cho'ng tipga yoki kichik tipga o'yinlar bo'lib qolsa, naqshlarga ham qatnashtirdi. Idora rahbarligining maposat berib, naqsha aytishlarga ham qatnashtirdi. Qarmoq shunday jiddiylashyapsiz hozir, hech nima bo'lmaydi. Unda qolsa, mushu jarayonda sizning shu masalan musobaqalarga qatnashgan bir mundaq sarguzashtlaringiz bormi? Kichik vaqtlarimda qatnashgan. 2002-yili o'ttir boshlang'ich maktablarda o'tkazilgan shahar bo'yicha musobaqa, naqsh aytish musobaqasida birinchi bo'lgan. 2003-yili bolaga javob berish kerak. 2003-yili san'at maktabiga usul fakulteti qabul qilingandan keyin naqsh fakultetlar bo'yicha o'tkazilgan naqsh aytish musobaqasida qatnashib 3-chi bo'lgan. Natijangiz shunday yaxshi-ki. Unda qolsa bugun o'zingizning ishbada shu to'liq ishbadlab berdim o'zimning shu naqshida ishbadlamoqchi bo'lgan hissiyotimni deb o'ylamsiz? Bugungi ishbadan tazabek yaxshi emas, chunki menda pek charchash pek og'ir bo'lib ketdi. Charchash og'ir. Shuning uchun o'zim o'ylagandek namoyon qilib ketolmadim. Salomatligim pek yaxshi emas. Og'ir zugomda ketish sababli o'zim pek namoyon qilib ketolmadim. Onosiga azroq qiyni jiddiylik bor shunaqmi? Ammo bayotim shu ishkanlarning xuddi Dilshod Raydon ustoz aytganga o'xshash ishkanlarning ovozi tang chiqoqsin xuddi bir adam naqsh aytayotgandek bizim pastda o'tirib, "Ey, bir adam aytayotganda men naqshini" degandek hissiyotga keltirib qo'ydinglar. Oxirida ayrim aytganda bu sizning shu ovozingiz haqiqatan sanu bir adamning shu ovoz tusiga yiqilish va turgan shu turoqlaringizdan tortib o'xshab qoldi. Shuna, menimcha bu vaqtda yaxshi bo'ldi ifodangiz, ha? Xo'sh, Rizvongul, kasbiy naqshchi, shundaqmi? Odatda xizmatlar haqiqatan bek og'ir, oldirash. Shunday musobaqalarga qatnashadigan fursatlar bormi? Fursatimiz bor, idoradan shunday qo'llaydi boshlig'imizmi? Kasbdoshlarimiz yaqinda yordam berdi. Shu musobaqaga qatnashishim bilan shu idora rahbarining qo'llab-quvvatlashi bilan qatnashdim. Anglda bilan mishada o'tagan bu sevimli ustozim Nurnisa Abbas xonimga alayda rahmatim bor. Rahmat. Siz yig'lasangiz, ustozimiz yig'latasiz. Yig'lamaymiz. Xo'sh, o'zi yig'linib ketib bordi da. Yig'linib o'tgandalik qizimizdan bir yig'linib ketdi. Hov, eliqqa biringlar balaninki yangi tug'ilganligini, shunda bir qiynsiz-a Aynur. Ana qiynapamga men amroq degan qaysanglar? Sizmi? Qiynapsiz amroq. Aşı ata-analarga bizden salam aytinglar qizlarim. Asan emas sizlarga haqiqatan. Xizmatdan, oiladan, bola chaqadan, ota-onalardan, mush xizmatlardan vaqt chiqarib, ama qizlarning xizmati sal aksanikidan sal ko'proq bo'ladi. Talaliq bo'lgandan keyin ota-onalarning xizmatini qildi. Yo'ldishining ota-onasining xizmatini texnik qilg'isi keldi. Chunki yaxshi ko'radigan yo'ldishining ota-onasi farzand tug'ildi, uning xizmatini qildi. Aile mushlar qaraydi. Haqiqatan tas. Shuning uchun vaqt chiqarib, sizlar mush musobaqa qatnashganlarning o'zi bir ruh.
bo'pti endi bu musobaqa muallim birini tanlaydi ammo sizlar o'zinglarning shu ro'yidan yolg'iz bu naqsha etish emas bu yerda biz bir ruhni ko'ryapmiz biz uyg'ur ayollarning ruhini ko'ryapmiz naqsha etolmay qolsak ishim bo'lmaydi-ki biz mushunda o'zimizning onalarimizning hadilarimizning singillarimizning ruhini yo'qotmasligimiz kerak har ish qilmishida keskin iroda bilan muomala qilishinglarni umid qilamiz esilga rahmat Nurnisa ustoz xo'sh Abdulla Abdurahim ustoz nayt yaxshi so'z qildi ya biz naqsha aytolmay qolsaqmi cho'qim ayollik burchimizni ado qilishimiz kerakligini bizga samimizga sab qo'ydi nayt yaxshi gap bo'ldi men bu ishga o'quvchimga Sanavar Tursun hadimizni akab berganchu akilib taklif qildim vaqtining ichidan vaqt chiqarib Sanavar Tursun hadimiz hozir o'qiyotdi shu o'qiyotgan bo'lsa-mu taklif qilib akilib bu ishga o'quvchimizga singdirdim chunki bu iliqliq ahanglarga yaqinroq bo'lgan ijodiy ahangchu shuning uchun bu ishga birsi turpallik bo'lganligi uchun singdirishimiz kerak men bu jihatlardan Sanavar Tursun hadimizga mushu programma orqali cho'nqur salomimni yo'llayman teningizga salomatlik turmushingizga baxt tilayman rahmat ustoz rahmat shuning uchun nur sahnasiga ikkinchi aylanma musobaqa men bilan qo'l tutishib turib orzu armonlarimizni birga yetkazgan o'quvchimning ismi bir xil esil tan bir xil unutilg'usiz lazzat Hacı Baba peşmetlere oilelarda, seferlerde, sayahatlerde istimal qilishga intayin aktif bo'lib, ta'mini uzunluğu o'rtayamaysiz. Hacı Baba peşmetleri. Uzun yıllık sahne hayatımda sarxil obrazlarni canlandırıp, çırak nur astidagi qiziq nuqtaga aylandim. Real turmushdimi, ishonch bilan chaqnab yashash mening o'zgarmas prinsippim. Bularni o'rinday olishimda albatta mening maxfiy sirim bor. Asanat badan yuz yo'qligining tabiiy atridi va mo'l maqsadlari yumron badningizni qo'g'dab harg'inligingizni chiqarib yep-yangi rangdor hayotiy kuch ato qildi. Ishonman, bu bizning o'rtaq sirimizga aylandi. Şinjan televiziyasi İpek Yol Sadası programmasi bilan Karvan Tour kasbiyatini hamkorlashgan bo'lib, Karvan Tour'i to'r bekat va undidarni qonunliq tarqitish huquqiga ega. Shu munosabat bilan İpek Yol Sadasining to'r va undidar tarqitishiga e'lon qabul qilamiz. Hozirgi internet uchur davrida to'r va undidarni necha million qitimdan ortiq ko'rilayotgan ko'zil programmaga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Karvan Tour bilan aloqalashing. Aloqalash telefon nomeri 0991 288 88 05 13 3 9 3 1 547. İkinci aylanma musobaqa men bilan qo'l tutishib turib orzu armonlarimizni birga yetkazgan o'quvchimning ismi Rizvangul. Muborak olsun. Muborak olsun. Muborak olsun. Yeşil gül bilan qizil gül. Voyaqa. Yeşil gül. Yeşil gül. Qani, Aynur. Mushtaqda sizning deydigan nurg'ulg'an yurak so'zlaringiz bor deyman. Endi davosingiz bo'ldi. Fursat keldi. Oldi bilan to'rt ustozga yana bir qatim salomimni yo'llayman. Nurnisa ustoz bizga shunchalik jiq ajrlarni so'ndirdi, shunchalik astoydil bo'ldi, o'zi deganga o'xshab Sanabar ustozga taklif qilib, aka bizga shunchalik ko'ngil bo'ldi. Shuning uchun Nurnisa ustozga ko'p tashakkurim bor. Dilshod muallim, Kerem muallimlarga ko'p tashakkurim bor. Yana birsiga men eng xush bo'lgan yerim mening orzularimga hammasi yetib bo'ldi. Men bu qatim aylanmada tushib ketgan bo'lsam, ko'nglim qiltilik yerim bo'lmaydi. Oldin qatimliq aylanmada to'rt ustozning menga bergan bahosidilar, ota-onamning ham o'zimning hordiqi chiqib bo'lgan. Bu qatimqi programmamga ideyamdan cho'ng tayyorlik bilan keldim. Tushib ketsam, ko'nglim qiltilik yerim emas. Nurg'ulg'an bilimlarni oldim. Hatto eng cho'ng bo'lgani Nurnisa ustoz bilan ustoz shogirdlik munosabatini o'rnatib oldim. Nurnisa ustoz menga mening ustozim. Yana birsiga rahmat ustoz. Yana birsiga
Mening yana bir arzuyim borsi, ota-onamga har qanday farzandning ota-onasi ulug' isil. Lekin mening ota-onam isillarning isili. Mushu vaqtlik bizga shunchalik chin ko'ngildan aqidasini berib, ilham uchimizni talala qilib bo'lganimizmi, mushu vaqtlik yana bizning o'timizni, kuyib suyimizni eqib, shunchalik bizga yaxshiliklarni hozirlab shunchalik quvvatidi. Men ota-onamga mush program orqali ko'pdan ko'p tashakkurimni bildiraman. Rahmat. Ota-Allah salomat bo'lsin. Aynur, men bir narsani sizdan so'ray. Siz shu opash bilan dadashqa men sizlarni suyman deganlar nechilik vaqt oldi? Deb baxmadim. 100 tiran deb baxmadim. 100 tiran deb baxmadingiz. Mana fursatingiz yana keldi. Apa, dada, men sizlarni suyman. Qani. Apa, ata, men sizlarni suyman. Biz uchun ko'p jafo tortdinglar. Rahmat sizlarga. Rahmat. To'g'ri, muhabbat ichidili bildigan emas, izhor qilishga muhtoj bir narsa, shunaqmi? Doim degidek o'zimizning muhabbatimizni ifodalab turishimiz kerak. Minnatdorligimizni bildirishimiz kerak, to'g'ri. Bo'ldi. Mening opam muzika o'qituvchisi. Hattoki mening shu naqshiga qiziqishimga opam turtki bo'lgan. Kichigimdan opamning tarbiyasida cho'ng bo'ldimda, opamni Amina ma'lum desa turpanda tunmaydigan yo'q. Ayni vaqtlarda shunday sahnalar bo'lgan bo'lsa, opamni cho'qim bir chaqnagan yulduz bo'ladi. Men opamning o'rnida, opamning nomidan sahnaga chiqdimda, opamning izini besib, men opam bo'lgan bo'lsa, cho'qim bu sahnaning cho'lpani bo'lgan bo'ladi. Opamning umidini aqlayolmay qoldim, lekin ota-onam cho'qim mendan ashta bo'lsin rozi bo'ldi deb o'ylayman. Albatta. Qani. Xo'sh. Ota-onalarimiz madhiyaga mangu loyiqdir. Ota-onalarimiz uchun naqshlarimizni va haqiqiy sadoqatimizni bildiraylik. Aynur Sirojidonga oq yo'l bo'lsin. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, mana Nur sahnasining sinoq bosqichi mush yerda oxirlashdi. Keyingi son ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, boş avazlar saynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, boş avazlar saynası.